5. qism. Mimi kimning bolasi? Sizning-u, bunimi so'rash ketamdi. Koran qattiq og'irayotgan beshini chayqab dedi. Sizdan boshqa yana kimning bo'ladi? Meni oz oldi. Koranning gapi tugmay turib, Shungang qattiq birini vaqirab, uning yuziga bir tastak urdi. Uning yuzi bir tarafga bo'lishi bilan beshidagi qalla u tarafga uchib chiqqan edi. Voyjon, qo'lingizda torting. Sizdan o'tib qolay, men nimish qilqini aytib bering. Men rostli nimish bo'lganligini bilmadim. Gerçi Koran shuncha yalvursimi, ammo uning yuz ko'zlariga Shungangning mushlari hujum qilishga boshlagan edi. So'ngak sungan ovoz bilan tang, uning ko'z oldi qorong'ulashib, yangi so'slashib qoldi. Ammo Shungang uning bundaqli hushidan ketishiga yo'l qo'ymay, uning yuziga yana bir necha tastak urdi. Bu vaqtda Koran garang-gurung holatda ko'zini ochdi. Har ketim shundoq. O'zingcha hech nimani bilmagan bo'lib olsamlar, hech bo'lmaydi deb qolding, ha? Shungang g'azab bilan varqiradi. Kaynidan Koranning oldida u chaplanma xotira daftarini chiqardi. Koran uni ko'ribli vaqirvatdi. Garchi hozir o'zi shuncha xatarlik paytda bo'lsa-mu, ammo xijilchilik uning mag'zini qizartgan edi. Ko'ming, menga qaytarib bering. Koran kuchining baricha tirkishyotdi. Ham ikki qo'liga bog'langan karvatdan g'ichirlagan ovoz anglanib turadi. Ko'ming, sizdan o'tib qolay, menga qaytarib bering. Koranning bu inkosini ko'rib, erining g'azabi toshdi. Og'zingni yum. Shungang birini vaqirabla Koranning qursig'iga yana bir mush urdi. Qattiq bir og'riq Koranning qursig'idan kirib, butun badaniga tarab ketdi. Ochiq bir suyuqliq uning og'zidan purkilib chiqqan bo'lib, qachonlardan keyin uning ko'zlarini yiqib chiqqan yoshlar to'sib olgan edi. Kimingni ko'z qilmaysan? Meni ahmoq ko'rib qoldingmi? Hey, Koran. Shun degini Shaolinning bolasidir. Men xato demaganman. Sen Shaolin Shunsokidagi shun xetini ishiltib, shun deb ism qo'ygansan. Erining g'azablik vaqirishi uning beshi tarafidan kelayotgan bo'lib, Koran qo'rsqidan kelayotgan og'riqda beshini ko'taramayotgan edi. Sen meni shuncha uzun yil aldabsan. Meni ahmoq qilibsan. Buzuq. Undaq emas. Undaq emas. U yeriga tushuntirmoqchi bo'ldi. Ammo aslidillam kamsiz Koran qandoq so'z bilan o'zini aqlashni bilmay qolgan edi. Undaq emas. Undaq emas. Shunchaq haqiqatan sizning bolangiz. Erining tuyuqsiz beshiga urilgan mushtidan u gapining oxirini deyamadi. U tishini tishlab solgan bo'lib, qip-qizil qon eg'izidan eqib chiqib, u asta-asta yengini yo'qitib qo'yotdi. Shungang Koranning chechidan tutib, uning yuziga urdi va yerdagi kichik pichoqni elib ochgandan keyin Koranning yuzi qishig'i elib keldi. Ey, Koran, menga degina, shun kimning bolasi? Yo'q, meni o'ldirma. Koranning ko'zlariga qo'rqinch to'ldi. O'zining ayolining bu inkosini ko'rgan Shungangning ko'nglidagi boshqalarni xo'rlash istigi xuddi suzuk suvga temitilgan siyohdek asta-asta kengaygan edi. Agar seni yuvashliqchi desam, men seni o'ldirmayman. Bo'ldi degina. Erining so'g'uq ovozi uning badanini titratib. Kimning bolasi? Tezda. Shun, sen bilan Shoshinning bolasidir. Men to'g'ri degandim-a? Yo'q, undaq emas. Yolg'on so'zdimi? Keyingi paytda Koran erining qo'lidagi pichoqning o'ziga shiltilganligini ko'rdi. Yana qip-qizil qonning uchib chiqqanligini ko'rdi. Maktabdan qaytib kelgan Shunshong qora mushukning eshik oldida turganligini ko'rdi. Azaldan sirtqa chiqib baxmagan bu mushuk qayerdan qochib chiqqandi.
Kichik mushukning ismi Xiaoma bo'lib, bir oyning oldida onasi uning maktabga borganligini tabriklab, uningga epaygan edi. Ermak hayvonlar do'konidagi aynak ichida oq-qora ikki mushuk bo'lib, onasi u vaqtda qarisi bir qadar umoq degachga, shunga uni olmoqchi bo'lgan edi. Ermak hayvonga o'sh dadisi ikkisining bir qora mushuk ko'tarib kelganligini ko'rib, chiroyi ozroq satlashib ketgan bo'lsa-mu, ammo yanada ularning beqishi qarshi turmagan edi. Nemishqa qechib chiqding, Xiaoma? Bu yerda tursang, mashina soqib o'tadi, juma? U shundoq deb mushukni ko'tarib eshikni ochmoqchi bo'ldi. Har qatim shunshun ko'tarsili xushal bo'lib ketadigan bu mushuk nemishqikin bugun shunshunning qo'ynida boshqacha tipirlab ketgan edi. Nim bo'ldi, Xiaoma? Bir ish yuz berdimi? Qechib ketmoqchi bo'lgan kichik mushukni ching tutib, eshikni ochib kirishiga mushuk uning qo'ynidan sakrab tushib, yana sirtqa qochdi. Ammo helim yaxshi u tezlikda eshikni yepib olgan edi. Bugun Xiaoma nemishqa qechib chiqib ketmoqchi bo'ladi. Men qaytib keldim. Shunshun gap qilib etibla to'xtab qoldi. Uy ichi bir xil tasvirdagisiz kayfiyatda bo'lib, u qo'rqish nazarida atrofga qaradi. Dal mushu vaqtda Yo'q! ikkinchi qavatdan onasining vaqirgan ovozi anglandi. Shunshun qo'rqib, bulunga kirib olgan kichik mushukni ko'tarib, ikkinchi qavatga chiqib qarab boqmoqchi bo'ldi. Sizdan o'tinib qolay, qo'lingizni torting. Qayta onasining vaqirgan ovozi chiqishi bilan, uning qo'lidagi mushuk teg'imi tipirlab ketgan edi. Shunshunning yurak so'qishi tezlashib, somkasini osgan peti mushukni quchoqlab uy ichiga kirdi. U kirish eg'izidagi palampaydan ustiga qaradi. Kaynidan putiga qaradi. Peshtaxta qip-qizil bir narsalar bo'lib, u belini egib qo'lini takkizib baqdi. Bu bir xil yepishqoq suyuqlik bo'lib, yana bir xil qonsiq yetkirib turadi. Qon. Azaldan qo'rqinish his qilib baqmagan shunshunning badallari titrab ketdi. Bakli qo'rqinchliq. U darhol eshikni ochib sirtqa qochmoqchi bo'ldi. Biroq qochqudak hech qanday yer yo'q. Chunki bu shunshunning uyi edi. U qo'lida to'xtamay tirkishayotgan mushukni teximi chin quchoqlab, yalang oyoq asta ustiga chiqdi. U putining titrayotganligini his qilyotdi. Shunshun ikkinchi qavatga yamishib chiqqan vaqtda dadasining vaqirgan ovozini angladi. Xato emas-ku. Shunshun mening o'z bolam emas. U shunshun eng o'ch bo'lgan dadasining ochiqlangan ovozi edi. Buning bilan bir vaqtda onasining echinishlik vaqirgan ovozimi anglanayotgan bo'lib, ular ikkilisi yotoq uyida qiladi. Qanday qilish kerak? U peshtaxta hangoyib turdi. Tuyuqsiz uning qo'ynidagi mushuk miyav deb vaqirishi bilan ota-onasining uyining eshigi ochildi. Shunshun, keldingmi? Eshik yo'chqidan dadasining beshi ko'ringan bo'lib, uning yuzlari ter va mayga to'lgan. Chiroyi ancha yaxshi emas. O'ng qo'lida yana bir qatlanma pichoq tutib olgan. Ustidagi oq ko'ngligining oldimi mayna to'p ketgan edi. Qon. Xato emas. U dal qon. Dadasi joyida qetib qolgan shunshunga asta yaqinlab kelib, kaynidan uning qo'ynidagi kichik mushukning bo'ynidan tutdi. Ondan ig'ir talaffuzda buyruq qilib dedi. Uyingga kirib ketdi. Shunshun dadasining buyrug'iga qarshi chiqolmay, beshini ko'tarib, dadasining yuziga tikilib qarab, kaynidan asta kayniga chekindi. U ota-onasining yenidagi uyning eshigini ochib, uyga kirib eshikni yepib etdi. Bu paytda u Xiaomaning miyanglagan echinishlik ovozini angladi. Xiaoma o'ldirib etildi. Shunshun buni darhol tushundi. Bu vaqtda uning kallasi qup-quruq bo'lib qolgan bo'lib, hech nimani o'ylayolmaydi. Uning butun badani qetishib qolgan bo'lib, badani o'zining emasdek qattiq titrab ketib boradi. O'ldirilaman. Hatto men dadam tarafidan o'ldirilaman. Bu zodi nemish? Shunshun javobini topolmadi. Faqat uydagi qo'liga chiqqan narsalarni oldi. O'rindiq, axlat sanduqi, kolibos, somka, yana davlat tili log'it.
u barliq narsalarni eshik oldiga do'lab, kaynidan yotgan ishiga kirib olib, ikki qo'lini ching etib olib ko'zini yumib oldi. Onasining echinishlik vaqirgan ovozi, dadisining g'azabda vaqirgan ovozi yana yotgan ishiga anglanib turadi. Shunshong u Shaolinning yetakchisi, yana Shunshongning dadisi shundaqdir. Dadisi boshlangandan boshlab izchil o'xshash gapni qilayotgan bo'lib, balkim onasi e'tirof qilg'uchi shundoq qildigandek qiladi. U zodi nima deyapti? Shunshong shundoq o'ylayotdi. Nemishqa Shaolin muallimni mening dadam deydi. Shunshong yotgan ichida to'xtamay titrab, Shaolin muallimini esladi. Endi maktabga kirib 1-soatlik darsda Shaolin muallim o'zini 28 yosh degan. Bu yerdan 15 minutlik yiroqlikka o'ltiraq rayonda. Yana uzunga qolmay balasi tug'iladi.